Assalomu alaykum akalar, opa-singillar. Bugun 6-oktyabr, bo'lmasa 2024 Moshinamiz keldi. Mana bu fasolga kelib, xudo xolasa yukni yuklashni boshlaymiz. Ichkarida yana bu mashinamiz ko'rsatamiz. Ikkinchi mashin. Bundan qolgan yuklar bundan orttiradi. Kundan kun yuk bergan bo'lsa, kutubxonamizga xudo xolasa yaqin kundan yetib boradi. Kundan kun yuk bermoqchi bo'lsa, nomer telefon ekranda bo'ladi. Telefon qilsa arzon narxda kelishamiz. Assalomu alaykum barodarlar aziz, apa-xoro. Kasb odam bor bo'lar, shu momadagi ya mashina dirina bora bor qilsa, endi mashina o'zay mavzuda radame bor. Kasb bor o'tadi, boshi zangdan nomer telefonda ekran, narxi arzon debari. Mana xudosa o'zimizga legenda mashinamiz xizmatda 2 yildan beri tashkilotimiz ostidagi akalar aytib o'tamiz, qayerdan yuk boramiz. Moskva, Moskovskiy oblastdan olamiz. Adresimiz metro Kotelnikdan 7 kilometr pastga. Posyolok Zelenadiy, Bukovskiy shosse 112/1. Shu yerdamiz 7 kilometr uzoqda biz Kotelnik metrodan. Tojikistonda qaysi rayonlarga borish odamlar? Beshkent, Shaxtuz, Qabadion, Eshbek, Kolxozobod, Chapayev, Qo'rg'ontepa, Roson to uyali to Dushanbegacha boradi yuklar. Oboramiz yuklaringizni. Rahmat hammaga. Adres hammasini aytib o'tdim. Kamchilik esa telefon qilasizlar, tushuntiramiz.